A quyosh chiqib ketibdi-ku. Men esa yotibman. Nahotki shunchalik ko'p uxlayotgan bo'lib qolganman. Hozir kvadrotsiklim qayerdan kelib qoldi deb o'ylayapman. O'zimniki edi-ku. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Jo'xa va sizlar meni yangi videoyimda. Sizlar albatta videoni oxirigacha ko'rishingizni maslahat berib qolaman. Men esa o'tgan galgi videoni ko'rgan bo'lsanglar, kvadrotsikl topib olganim o'rmonning ichidan o'rniga go'sht bergandim va qo'limda 3 ta go'sht. Oxirida videoni oxirida men bitta sigirvachchani ko'rib qolgandim, o'ldirgandim. Ya'ni o'rmonni izlab turib birorta sigir topolmagandim, lekin videoni oxirida bitta sigir o'zi kelib qolgandi. Esinglardami? Hozir men shu go'shtlarni olib borib do'konchi bratanga berib kelaman. O'tgan gali qismda janob mer menga ish buyurgandi, lekin qilmadim, to'g'risini aytsam. Chunki erinib ketyapman. Uni ishini qilgandan ko'ra o'zimni ishimni qilib yurganim yaxshi. Bir tili foydasi yo'q. Janob mer buyurgan ishlarni o'zim qilgan ish foydali. Assalomu alaykum janob. Va alaykum assalom. Jo'xa, nima gap? Kela qol. Bilasizmi, o'tgan gali qismda men sizga go'sht bergandim. Yana 3 ta go'sht olib keldim. Rahmat. Lekin men senga pul bera olmayman. Lekin olasang do'konimdan nimadir olsang, men senga chegirma qilib beraman. Hozircha hech narsa kerak emas. Agar nimadir kerak bo'lsa, keyinroq kelaman. Xo'p, tushunarli. Mayli, rahmat. Bo'pti, arzimaydi, sizga ham bir rahmat. Siz hech qanaqa menga yordam berganingiz yo'q-ku, men sizga rahmat aytyapman. Aytgancha bizning qishlog'imizda galen paydo bo'lgan. Bu galen bilmayman qayerdan kelib qoldi. O'tgan galgi videoda oq gul bergandim, nimagadir olmadi. Hozir bunga bitta qizil gul topib kelaman-da, qizil gul berib ko'raman, qani olarmikan. Lekin yomon xafa qilgandi, gul bergan gulimni olmasdan turib. Ana yoqda sariq gullar bor ekan. Qizil gul topishim kerak. Qizil gul bo'lmasa, menimcha olmasa kerak. Gul olsa keyin menga indamay qo'yadi. Hozir ham indamayapti, lekin keyin menga vobshe indamay qo'yadi, vobshe. Ursam ham indamasa kerak. Ursam-ku, menimcha indaydi-yu. Xo'p, bitta sariq oldim. Endi bitta qizil gul ham topsam, o'ta go'zal bo'lardi. Gul berardim, keyin xursand bo'lardimmi, yo'qmi bilmayman. Menga indaydimi, indamaydim, uni ham bilmayman. O'shaning uchun tezroq topish kerak. Gul qayerda? Nahotki o'rmonda birorta ham qizil gul bo'lmasa, qizil gul qaydasan? Qaylardasan ayt? Qizil gul kelarmisan? Kel yonimga qayt. Voy, mana yerda bitta tovuq ham bor ekan. O'tgan galgi videoda shunchalik ko'p izladimki, mana qizil gul topdim. Lekin birorta ham mol ham, qo'y ham, qush ham topa olmadim. O'shanda topa olganimga juda ham zo'r ish bo'lardi, lekin topa olmadim va pul evaziga sotib oldim. Bratan, to'xtang, siz pastga tushib turing-da. Bu gulni oling, bratan. Oling. Brat, oling gulni. To'xtang, brat, aytgancha bratanga mana qilib berish kerakmi? Voy, brat. Men gul olib keldim senga, gul. Voy, gul olib keldim senga, gul. To'xta, daraxtmas. Gulni ol. Pashole, nima deyin senlarga endi? Men gul olib keldim desam, olmasanglar. Bo'ldi. Qo'lingni buncha ko'tarishma, baribir menga urayotganing, ta'sir qilayotganing ikkalangim. Kelinglar, xohlasanglar qo'lashmachoq o'ynaymiz birgalikda. Senlar bilan qo'lashmachoq o'ynab o'tirishdan foyda yo'q. Men kvadrotsiklim uchun o'zimga yangicha garajimni nimadir qurishim kerak. Hozir menda bitta reja bor, ikkitasini olaman. Hozir o'rmonga chiqib kelishim kerak. O'rmonga borib, o'rmonga emas, birinchi shaxtaga borib kelaman. Shaxtaga borib kelganimdan keyin tosh olib kelaman-da. Bu yerda ko'chamda bitta naves, shunaqa ustini yopib turib bitta joy qilaman. Keyin mototsiklim, kvadrotsiklim bemalol ko'chada qolsa ham, ustida yomg'ir, qor yog'sa ham hech nima bo'lmaydigan bo'ladi. Hozir o'shani rejasini tuzishim kerak. Menga 12 ta daraxt menimcha ancha joyga, qanaqa daraxt, tosh ancha joyga yetsa kerak. Hozir birinchi o'rinda toshlarni verstak yordamida maydalab olaman. Uyimda verstak bormi ekan? Menimcha yo'q, bu qishloqqa verstak olib kelmagandim. Rostdan ham yo'q ekan. Unda qo'limni esa olaman. Menda yetarlicha daraxtlar bor. Tak, mana bitta verstakim bor. Verstakni qayerga qo'ysam? Mana shu yerga qo'yib qo'yaman. Boshim uxlaganimda tegmasa bo'lgani. Hammasini bunaqa o'tkazib yorsak, bundan esa atiga 1 2 3 4 tasdan cho'p yasayman. 4 tasdan birinchi hammasini taxtaga aylantirib olish kerak-ku axir. Taxtaga aylangandan keyin yarmini cho'pga aylantirib olsak, bizda 16 ta cho'p bo'lar ekan. Normali. Tak 4 6 tagina, 3 ta normali. Hozir bitta cho'tkidiya bor. Ya'ni 3 ta yetarmikan? 1 2 voy, qo'limga ari qo'nsin. Qo'limga bir to'da ari qo'nsin. Arilar uyasi bilan qo'nsin. Tak, okey, yaxshi, chotki. Bu tomonga ham mana shu yerga bitta, 2 ta va voy,
juda yaxshi chotki. Mana buni bunaqasiga qo'yib chiqaman endi qaranglar. Bemalol tagida keyin mani kvadrotsiklim muammosiz turib turadi. Jetellarning ham ishi bo'lmaydi. Hech kimning ishi bo'lmaydi, hech kim. Ishi bo'lmasin. Ishi bo'lmasin ham. Ishi bo'ladigan bo'lsa, ishini o'zi qilsin. Nima men ishini qilib berishim kerak. Obbo, toshlarim deyarli tugab qoldi. Va bitta qoldi. Borib hozir tosh olib kelish kerak yana. Shunaqa bo'lishini bilganimga oldinroq olib kelardim. Lekin bilmaganman-da. Bilish kerak edi. Lekin bilish uchun ham bilmaganman-da. O'shani bilish uchun ham bilish kerak edi. 3 ta, 6 ta borsam ortig'i bilan yasasam bo'ladi. Bemalol ortig'i bilan. Ortig'ini lekin nima qilaman keyin? Yo ishlatib boraman qayoqqadir. Mana bu yerda ortiqchasini ishlatgan qo'shnim. Yo ortiqchasini ishlatganmi yo yetarlichasini ishlatganmi bilmadim, lekin ishlatgan anchasini. Hozir. Tak, hammasini shunoq yarimga bo'lsak 12 ta bo'lar ekan. 12 tani nechtasi ortib qoladi? Bu yerga 4 tasi ketsa 8 tasi ortib qolar ekan. Bu yer nechta? 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta. Hop, bitta cho'tkiga kelib qoldi. Qaranglar, 1 2 o'zim chiqolmadim. Nima izina qildim bo'lmasa bu yoqda. Okey, ustiga bir qator qo'yib chiqaman bu yerga. 1 2 3 4 5 6 7 bitta ortib qolganini mana shu yerga qo'yib qo'yaylik. Keyinchalik balki kerak bo'lib qolar, balki kerak bo'lib qolmas. Unisini esa bilmayman. Va tayyor. Вообще yorvaration bo'ldi bu. Uyimni oldi juda ham chiroyli bo'lib turadi. Kvadrotsiklimni hozir olaman bu yerdan. Voy, bagajini ochishga balo bor ekan menda. Xo'p, birinchi orqaga haydasam tegmaydi. Tegmas ekan. Konkret 0 qurganman o'zi ham. Xohlasam mana shunaqasiga qo'yib qo'yaman. Bu yerdan odam o'tib qaytadi ko'chadan. O'sha hisobiga sal chekkaroq qo'yib qo'y. Salgina bitta odam chiqsa bo'lgani yo'lni chekkasidan. Tak, okey. Nu, yo'q, bo'lmayapti, o'xshamayapti. To'xtaylik, mana qilib orqaga nazatlab boraylik chiqani. Tak, voy, ozgina qoldi. Obbo, urib oldim o'zimda. Bo'ldi, mana shu holatda turib, bemalol takoy bo'lib turadi. Hech kimga xalaqit bermaydi, hech kim bunga ham xalaqit bermaydi. Bu вообще chotki diye. Dahshat вообще. Bo'ldi, ana endi narsalar, ortiqcha narsalar berib qo'yib qo'yaman. O'zim esa dam olaman yoki borib fermadagi ishlarni qilsam ham bo'laveradi. Dam olaman. Ya'ni sizlar uchun video olaman.